Juma kuni ushbu 8 amalni bajarishni unutmang. Alloh taolo Juma surasida bunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar! Juma kunidagi namozga chorlangan paytda Allohning zikriga shoshiling va savdoni qo'ying. Agar bilsangiz, ana shu o'zingiz uchun yaxshidir. 9-oyat. Alloh taolo Juma kunini musulmonlarga bayram qilib bergan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyosh chiqqan kunning eng yaxshisi Juma kunidir. Chunki u kunda odam alayhisalom yaratilgan. U kunda jannatga kiritilgan va u kunda jannatdan chiqarilgan va qiyomat ham Juma kuni bo'ladi deganlar. Bu kunda Alloh taolo bu ummatga juda ko'plab ne'matlar ato etgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Juma kunida bir vaqt borki, biror musulmon namoz o'qib turgan holda o'shanga to'g'ri kelib qolib, Allohdan yaxshilik so'rasa, unga buni albatta beradi, dedilar. Juma kunining bir qancha odoblari bo'lib, ularga har bir mu'min banda amal qilmog'i lozim. Birinchisi, g'usl qilish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar. Kim Juma kuni tahorat olsa, qanday ham yaxshi. Ammo kimki g'usl qilsa, yanada afzaldir. Ikkinchisi, misvok ishlatish, sochni yog'lab parvarishlash, xushbo'ylik sepish. Uchinchisi, eng yaxshi va toza liboslarni kiyish. To'rtinchisi, masjidga shoshilmay zikr aytib yurib borish. Beshinchisi, odamlar orasidan xatlab o'tmaslik. Oltinchisi, Kahf surasini o'qish. Yettinchisi, duolar qabul bo'ladigan vaqtni g'animat bilish. Ulamolar ushbu vaqt haqida ikki xil fikr bildirishgan. Birinchisi, quyosh botishidan oldingi oxirgi soatdir. Ikkinchisi, bu soat imom xutba aytishi bilan juma namozi tugagunga qadar bo'lgan vaqt orasidadir. 8-si, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga juma kunida va juma kechasida ko'p salovat aytinglar. Kim menga 1 marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta salovat aytadi, deganlar. Imom Bayhaqiy rivoyati.